Har yili 15-may sanasida butun dunyoda xalqaro oila kuni keng nishonlanadi. Bu sana oila qadriyatlariga e'tibor qaratish, mehr-oqibat, o'zaro hurmat va birdamlikni targ'ib etish yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi. Viloyatimizda ham xalqaro oila kuni munosabati bilan turli tadbirlar tashkil etildi. Hozir shu haqda. Sana munosabati bilan Adolat sotsial-demokratik partiyasi viloyat kengashi hamda Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali hamkorligida oilamga ehtirom mavzusida ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Muloqotlarda oilaning jamiyatdagi tutgan o'rni, uning ma'naviy asoslari, yoshlar o'rtasida oilaviy qadriyatlarni asrab-avaylash masalalari keng muhokama qilindi. Tadbir davomida oilaviy munosabatlarda huquqiy savodxonlik, yoshlar o'rtasida ajrimlarning oldini olish, turmush qurishda mas'uliyat hissini oshirish kabi masalalar yuzasidan ham fikr-mulohazalar almashildi. Mutaxassislar tomonidan ishtirokchilarga oila kodeksi, oila huquqlari va majburiyatlari haqida tushunchalar berildi. Shuningdek, tadbir so'ngida yoshlarni oilaviy munosabatlarda mas'uliyatli bo'lishga, o'z oilasiga va milliy qadriyatlarga hurmat bilan yondashishga chaqiruvchi o'quv qo'llanmalar taqdim etildi. Bunday ma'rifiy uchrashuvlar yoshlarning oilaviy hayotga tayyorgarligini mustahkamlash, mustahkam oila orqali barqaror jamiyatni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.